Salom do'stlar, sizlar bilan Shoh Gamer kanali. Bugun sizlar bilan telefonga tushadigan modlarni ko'rib chiqamiz. Qani go. Do'stlar, Plamaketga kirasiz. Plamaketga kirganingizdan so'ng mana bu yerga furniture mana bu tepada chiqdi. Mana furniture mod for Minecraft deb chiqdi. Mana birinchida turibdi. Mana shuni yuklab olasiz. Mana shuni bosasiz. Men nima yuklab olib qo'yibman. Do'stlar, hozir mana bu yerda har xil modlar bor. Bu yerda kamera modi, mana kamera modi ham bor do'stlar. O'z hozir mana nimalar yasash, mana telefonga tushadigan nima qulf modi, nima sandiqlarni qulf modi, mana o'yin modi, gamer modida mana bu keyin nima modi, qulf modi, eshiklarni qulfi, bu uy shekilli. Mana bu narsa sehrlash modlari, mana bunda divanlar, mana bu yotoqlar har xil. Yasolsangiz zo'r. Bu telefonga tushadi. Bu mana bunaqa narsalar ham stol, kursi. Mana bu nimalar, tova, nima degandek. Juda ham zo'r modlar o'rnatib olsangiz, hozir men sizlarga mana shu yerga kirasizlar, yuklab olishga kirasizlar. Installni bosasizlar. Bosganingizdan keyin o'yinni nima qiladi? O'yinni ustiga bosasizlar. Mana bosdim installni ustiga. Manda men o'yin chiqardi. Sharoit joylashtirman. Bu o'yiningizga ham, bu o'yiningizga ham deb chiqardi. Do'stlar, ko'rdingizlarmi? Bu mod bunga o'rnatilmaydi. Minecraft deganga zamonaviylarga o'rnatiladi do'stlar. Do'stlar, videoga like va obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga shunday qilib bu mod juda ham zo'r mod do'stlar. O'rnatsangiz do'stlar, like va obuna bo'linglar. Hech bo'lmasa 20 ta odam obuna bo'lsin, 20 ta bo'laylik hech bo'lmasa. Do'stlar,